Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Dasturimizni ishlash nimasini, qo'llanmasini tushuntirmoqchiman bu videoda. Xullas, Telegram kanaliga tashlab qo'ydim buni. Mana shu dasturga zipni ochib, shu dasturga kirganingizdan keyin xuddi mana shunaqa oyna ochilishi kerak. Keyin bu yerga coin nomi yoziladi. Bir eslatma, hozircha faqatgina kriptovalyutalar uchun qilingan bu narsa. Balki aksiyalar uchun ham qilarmiz kelajakda. Coin nomi, misol uchun Sui USDT. Bu yerga shamlar soni degan joyiga mana shu grafikka kelamiz va o'zimiz ixtiyoriy bu yerda belgilaymiz. Minimum 100 ta sham kiritish kerak. Maksimum, lekin maksimumga chegara qo'ymaganman. Hozir men bu yerga 450 ta 450 ta shamni kiritmoqchiman. Bu nima degani? Xuddi mana shunga o'xshagan shaklni dastur arxiv bo'ylab tekshirib chiqadi. Xuddi mana shu holat yasagan vaqtlarda kelajakda o'tmishni kelajagida qanaqa harakat qilganlarini dastur bizga ko'rsatib beradi. Hozir bu yerga qo'yib qo'ydim. Mana 7% ga 7% qilib qo'ydim. Buni sababini tushuntiraman hozir. Xullas 450 ta degan bu yerga yozamiz. 450 ta yozamiz. Xullas bu tahlil qilinmoqchi bo'lgan shamlar soni bo'lishi kerak. Bu yerga test muddati. Test muddati deganda sotib olingandan keyin maksimum qancha vaqt kuta olasan degan savolga javob berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda keling, bu yerga 15 kun. 15 kun kut deymiz dasturga. Tahlil rejimi faqat shu coin. Hozir bitta dasturda bitta kichkina kamchilik bo'lib qolibdi. Faqat shu coin Sui yoki boshqa biror nimalarda ishlamasligi mumkin. Bitcoin yoki Ethereumda ishlashi mumkin-da, chunki umumiy tarixni ichida Sui bo'lmasligi mumkin. Shuni hisobiga faqat shu coin degan joyini hamma coin deb o'zgartirib qo'yish kerak bo'ladi. Keyin savdo rejimi. Bu yerda pivot nuqta orqali stop lossni belgilashimiz mumkin yoki foiz orqali belgilashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu o'zgaradi. Pivot, qaysi pivotga qo'ymoqchisan deydi. Birinchi kelganini oladi bu pivotni aytib qo'ya oldimmi? Misol uchun hozirgi narxga eng yaqin bo'lgan mana shu belgilangan pivotni oladi. Chap tomonida 5 ta sham bo'lsin, o'ng tomonida 2 ta sham bo'lsin. O'shalardan eng kichigiga stop loss qo'yiladi. Ratio qancha qilmoqchisan? 1 ga 2 deb xullas shunaqa. Keling, hozircha foiz orqali qilamiz. Keyin bu yerga mana foiz orqali take profitga necha qo'yaylik deyapti dastur. Bizning holatimizda 7. Chunki biz mana bu holatni test qilmoqchimiz. Keyin bunga ham 7 qo'yamiz. Stop lossga dastur hozir qarang. Yuqoriga ham shortga ham tekshirib beradi, buyga ham tekshirib beradi. Biz short olmaymiz, lekin bizni statistika qilishimiz uchun bu narsa kerak bizga. Keyin bu yerda narx o'xshashligi degan joy bor. Qarang. Xuddi mana shunga o'xshagan 100% shaklni 100% shakl umuman tarixda bo'lmagan bo'lishi mumkin-da. Lekin 90%, 85%, 93% atrofida mana shu shaklga o'xshagan boshqa bir shakllar bozorda hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuni kiritamiz. Qancha o'xshasin deyapti. Bu 87% kiritilgan bo'ladi. Boshida buni o'zgartirish mumkin.
keling buni mayli 87%ligicha qola qolsin. Hajm o'xshashligi. Mana bu yerdagi hajm bilan bog'liq bo'lishi kerak. Hajm ham bog'liq, xullas hajm ham o'xshash bo'lishi kerak demoqchiman. Hajm ja zo'r o'xshamasa ham keling 40% dan ko'p qismi o'xshasin hajmni. Endi testni bosamiz. Testni bosganimizdan keyin mana shu hozirgi hozirgi 150 ta shamni Binance'dan kesib oladi dastur. Kesib olib, keyin ma'lumotlar bazasi bilan solishtiradi. Yana bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Arxiv degan papka bor. O'sha zip, Telegramdagi zip faylimiz ichida mana shu dastur qayerda tursa, o'sha aktiv degan papka ham o'sha mana shu dasturni oldida turishi kerak. Sababi dastur o'shanga murojaat qiladi-da. O'shanga murojaat qilib turib, tarixni tekshirib beradi bizga. Tayyor bizda o'tmish bor, ma'lumotlar bazasi bor dastur uchun. Hozircha lekin hozir yana bitta narsa aytib qo'ymoqchi edim. Bu mendagi ma'lumotlar bazasi, mana shu arxiv papkasidagi ma'lumotlar bazasi 1 gigabaytdan ko'proq. Lekin men Telegram kanaliga tashlaganim 30 atrofida yo 40 atrofida megabayt turadi. Chunki u yerda katta kapitalizatsiyadagi ma'lumotlar, kriptovalyutalar ma'lumotlari kiritilgan. Misol uchun Bitcoin, Ethereum, xullas 8 tami 9 tami kriptovalyuta bor. Sizlardiki juda tez tekshirib bo'ladi bu narsani. Menikida adashmasam bir 400 ta kriptovalyutani butun boshli arxivi bor. Butun boshli deganda ham 2 yillikmi, 3 yillikmi hisobda shunaqada. Hozir pauza qilib turaman buni. Dastur ishini tugatdi. Mana qarang, jami 5504 ta o'xshashlik bor ekan bizni nimamiz bo'yicha. Buni yana ham aniqlashtirish uchun mana bu hajmni 40% emas, balki 60% ga, mana bu 87% emas, balki 92-93% ga ko'taradigan bo'lsak, bu savdo soni kamayishi mumkin. Xullas, mana shu holatda kamida 87% o'xshashlik bilan o'tmishda win rate 37.5 bo'lgan ekan, 55 bo'lgan ekan. Lekin umumiy 62.35% sellga ketgan ekan, short bo'lib ketgan ekan. Lekin bitta narsa, bu degani qarang, 60% dan ko'p chiqdi mana shu sell. Lekin pastga aniq ketadi degan narsa yo'q. 60% ehtimollikda 60% dan yuqori ehtimollikda pastga ketadi deyapti. Bu 37% ehtimollikda yuqoriga ketadi deyapti. 37% ham o'xshab qolishi mumkin. Misol uchun aytaylik. Umuman olganda yomon emas 37%. 1-2 bilan ishlaydigan bo'lsangiz, 33% ehtimollikda topadigan bo'lsangiz ham даже foyda bilan chiqib ketasiz. Xullas, bu yoqqa ham ketib qolishi mumkin, lekin pastga ketish ehtimoli yuqoriroq. Mana bu yerda ishlatgandim dasturni, mana shu joyda 15-fevral kuni ishladim. Pastga tushishini signal berdi dastur. Chindan ham dastur pastga tushdi. Xullas, hozir vaqtimiz tejalgan, chunki mana shu bandikam 10 minut yozadi xolos. Hammaga xayr.